Mening yaqin do'stim Muzaffar 3 yil oldin tashlab ketilgan uy haqida aytib berdi. Bu uy anchadan beri yolg'iz, hech kim yashamaydigan joy ekan. Bu uy hatto gazetalarda ham nashr qilingan ekan. Men Muzaffarga qaradim. Yo'q, do'stim, biz bu ishlarga qo'l ura olmaymiz. Do'stim, u yerda ajoyib bir chiroyli qiz yashar ekan. Biz do'stim bilan u yerga borishga qaror qildik hamda bordik. Fonarlarni yoqib asta-sekinlik bilan ichkariga kirdik. Ichkarida dahshatli rasmlar qon bilan chizilgan edi. Juda ham qo'rqinchli holat. Shu payt atrofdan qandaydir ovozlar eshitila boshladi. Men fonarni u tomonga yoqdim. Qandaydir kalitning shiqiragan ovozi eshitilar edi. U xonaga kirishga qaror qildim. Kirdim. U yer qandaydir oshxona ekan. Nariroqqa borganimda stol ustida hamma yoq tuzalgan ekan. Dahshat. 6 ta tarelkada inson chanoqlari. Bu holatdan qo'rqib tashqariga yugurdim. Hamda bu holatni Muzaffarga aytib berdim. Muzaffar, do'stim, qo'rqma. Bu qandaydir odamlar tomonidan o'ylangan narsa xolos. Yur, undan ko'ra ikkinchi etajga chiqamiz dedi. Biz Muzaffar ikkalamiz fonarlarni yoqib ikkinchi etajga yo'l oldik. Yuqoriga ham ko'tarildik. Dahshat. Bu qanday manzara axir? Juda ham qo'rqinchli rasmlar devorda osilib turar edi. Juda ham dahshatli. Biz ikkiga bo'linib ikkita alohida xonaga kirishga qaror qildik. Men bir xonaga yo'l oldim. Dahshat, nima bu? Qandaydir maxluqlar bir bazm uyushtirayotgandek edi. La'nati, nima bu? Dahshat. U menga qarab qichqira boshladi. Yo'q. Tashqariga qarab yugurdim. Shu payt Muzaffarning ovozi eshitildi. Yordam! Uning ovozi xonadan kelardi. Men xonaga qarab yugurdim. Xonaning eshigi qulf edi. Muzaffar, qayerdasan? Eshikni och! Muzaffar, eshikni och! Ichkarida qandaydir Muzaffarga maxluq tashlanar edi. U chinqirar edi. Tarelkalar singan ovozlar eshitildi. Men eshikni bor kuchim bilan turtirdim, ammo ochilmas edi. Eshikni ochish uchun har balo qilib ko'rdim, ammo eshik baribir ochilmadi. Ichkarida Muzaffar Bilol yordam deb yordamga chaqirar edi. Eshik ochilmaganidan so'ng militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qildim. Ularga bo'lgan voqeani aytdim. Ular tezda yetib kelishdi. So'ngra ichkariga kirishdi. Men hammasini aytib berdim. Shu payt Muzaffarga qandaydir duo qilishdimi bilmadim. Biz eshikni buzib kirdik. Ne ko'z bilan ko'raylikki, Muzaffarni xuddi taomni tuzashgandek stol ustiga, atrofiga tarelkalarda qandaydir suyuqliklar qo'yib, tepasiga 2 ta sham yoqib, uni stulga yotqizib qo'yishgan edi. Uning oldiga bordik. U qandaydir biz tushunmagan tilda duomi bir nimalar o'qir edi, xuddi alahsirayotgan odamdek. Uning ahvoli juda ham g'alati edi. U duoni o'qib bo'lib qo'liga pichoqni oldi hamda o'ziga sanchmoqchi bo'ldi. Militsiya xodimlaridan biri uning qo'lini ushlab qoldi. U militsiya xodimini turtib, unga tahdid qilib, "Tinch qo'y" deya ularga baqirardi. Militsiya xodimi uni ushlab, qo'llarini bog'lab, uni shifoxonaga jo'natdi. Uning ahvoli juda ham og'ir edi. Muzaffar kasalxonada bir necha kun yotganidan so'ng uning oldiga ko'rgani bordim. "Do'stim, ahvoling yaxshimi?" U menga ajoyib kayfiyatda, "Mening ajoyib oilam bor edi. Senlar mening oilamdan olib kelding. Ular juda ham ajoyib oila edi, do'stim. Meni senlar u yerdan ajratib olishding" deya g'amgin holatga o'tdi. "Do'stim Bilol, tushunyapsanmi? Men hattoki ular uchun jonimni fido qilgan edim. Senlar buni qayerdan ham tushunarding, do'stim?" Uni bu so'zlaridan juda ham hayratda edim. "Bilol, sen nima qilib qo'yganingni o'zing ham bilmaysan. Tushunyapsanmi, Bilol, sen bilmaysan." Shu payt oldidagi apparat ham birdaniga ishdan chiqdi. Muzaffarning ko'zidan qon oqar edi. Dahshat, nimalar bo'lyapti unga, hayronman.
U menga qaradi, so'ngra gapira boshladi. Do'stim Bilol, o'sha kuni senlar meni olib kelmaganingda men hozir oilamning oldida bo'lar edim. Tushunyapsanmi Bilol? Oilamning oldida bo'lar edim deya meni yaqamga osildi. Bilol deya menga baqira boshladi. Shu payt doktorlar kelib uni ushladi hamda tinchlantiruvchi ukol qildi. Men nimalar bo'layotganiga tushunmas edim. U maxluqlar do'stimga nima qildi? Qanday qilib u oilam deyapti? U yer qanday uning oilasi bo'lishi mumkin? Hayronman. Shu payt telefonim jiringladi. Go'shakni ko'tardim, shifoxonadan ekan. Do'stingizni ruhiy kasalxonaga yotqizamiz. Dahshat. Do'stimga o'sha uyda nimadir bo'ldi. Do'stim ruhiy kasalxonada yotar edi. U aqldan ozdi. U qandaydir dahshatli, qo'rqinchli maxluqlarning rasmini chizib, bu meni oilamga yetisha olmadim deb aqldan ozgan edi. Men to'g'risini aytsam, bu judolikka, bunday holatga aslo chida olmadim. Bu qishloqdan, umuman bu yerlardan ketishga qaror qildim. Kanalimga obuna bo'ling. Sizlar uchun yana ham ajoyib, qo'rqinchli animatsion hikoyalarni chiqarishda davom etamiz.